Men deraza yonida o'tirib tashqaridagi sokin oqshomga qarab o'tirardim. Shamol asta derazani silkitib, havoga sovuq hidi aralashgan mayin shovqin olib kirardi. Uy ichi esa iliq va tinch. Yuragim tez ura boshladi, bugun Omina keladi. Yaqinda tanishganmiz, lekin har uchrashuvimizda u bilan vaqt go'yo boshqacha oqardi. Eshik jiringlaganda o'rnimdan turdim. Ochiq eshik ortida Omina turardi. Qorong'ulikda ham uning jilmayishi hamma narsani yoritib yuborgandek tuyuldi. Yengil oq futbolka va qora shimda, sochlari yelkasiga tushgan, ko'zlarida bir oz uyalish, lekin shu bilan birga nim tabassum va ishonch bor edi. "Salom", dedi u past ovozda. "Salom, kiraver", dedim, yuragimning urishi biroz oshganini yashira olmay. U xonaga kirdi. Biz divanga yonma-yon o'tirdik. Avvaliga oddiy gaplar, kulgili voqealar, kelajakdagi rejalardan gaplashdik. Har bir kulgu, har bir qarash bilan biz bir-birimizga yaqinlashayotganimizni his qildim. Ominaning nigohlari tobora boshqa ma'noga kirdi, uyalinqiragan, lekin shu bilan birga meni ichkariga tortayotgan qarashlar. Bir lahzalik sukut. Xonada faqat derazadan kirib turgan shamolning shivirlashi. Uning qo'lini asta ushladim. Omina qarshilik qilmadi, barmoqlarini mening barmoqlarim orasiga sekin joyladi. Shu payt uning past ovozda pichirlashini eshitdim. Yuragim tez ura boshladi. Uning ovozidagi mayinlik meni butunlay o'ziga tortdi. Asta yuzlariga yaqinlashdim, barmoqlarim bilan uning sochlarini siladim. U ko'zlarini yumdi. Nafasimiz aralashib, bir-birimizning yaqinligimizni his qilgancha sekin lablariga tegdim. Birinchi o'pishimiz ehtiyotkor, sekin, lekin yurakdagi issiqlikni uyg'otuvchi edi. O'pish asta-sekin chuqurlasha boshladi. Nafaslarimiz bir-biriga aralashdi, xonadagi sokinlik o'rnini ehtirosli sokin tovushlar egalladi. Ominaning qo'llari bo'ynimga o'raldi, men esa uning belini ohista quchoqladim. Har bir teginish, har bir harakat tobora uzoqroq his qilinardi. Pichirlab aytdim. "Men seni xohlayman, faqat sen ham xohlasang." Omina ko'zlarini ochdi, menga qaradi. Uning qarashida qo'rquv emas, balki ishonch va ehtiros bor edi. "Men ham seni xohlayman, lekin asta shoshilmaylik", dedi u sekin ovozda. Biz yana o'pisha boshladik. Nafaslarimiz tezlashdi, har bir teginish asta kuchayib bordi. Uning yelkasini ohista silab, sekin belidan quchib oldim. Omina ham qo'llarini mening yelkamdan pastga, bilaklarimga tushirdi, qo'llarimiz bir-birini his qilar edi. Xonada vaqt to'xtagandek. Har bir lahza uzayib, har bir nafasimiz ehtirosli ohangga aylanib borardi. Ominaning issiq nafaslari yuzimga urilar, uning teginishlari tanamdagi har bir nervni uyg'otardi. Biz bir-birimizni tobora yaqinroq his qilayotgan edik. U menga sekin qarab pichirladi. "Seni his qilish yoqadi, shu holatda vaqt o'tsa bo'ldi." Men esa uning qo'llarini yana ushlab, lablariga yaqinlashib, "Bu kecha shunchaki esda qolarli bo'lsin, faqat biz ikkimiz uchun", dedim. Va yana bir-birimizga yaqinlashdik. Nafaslarimiz, teginishlarimiz, yurak urishimiz bir ohangda uyg'unlashib, xonani ehtiros va sokin romantika bilan to'ldirdi. Ominaning nigohlarida uyalinqirash bilan birga nim tabassum yashirinib turgan edi. Uning qo'llari asta mening yelkamdan ushlab, o'ziga yaqin tortdi. Nafaslarimiz bir-biriga urilar, yuragim har zamon tezroq ura boshlardi. Uning lablari shirin, issiq edi. Har bir o'pish asta, ammo tobora chuqurlashib borardi. Mening qo'llarim uning belini quchoqlab, sochlari orasida yurgancha, uning tanasining mayin issiqligini his qila boshladim. Omina esa asta ko'zlarini yumib, meni yaqinroq tortar, nafaslari biroz titrardi. Divan ustida yonma-yon o'tirib, asta yotib oldik. U menga qarab jilmaydi. Sochlari yelkasiga tushgan, yuzlari biroz qizargan edi. Uning barmoqlari asta mening yuzimdan siladi, pichirlab. "Sen bilan o'zimni xavfsiz his qilaman", dedi. Men uning qo'llarini ushlab. "Men ham seni his qilmoqchiman, faqat ikkovimiz", dedim sekin ovozda. Yorug'lik faqat derazadan tushayotgan oy nuri edi. Xona shovqinsiz, faqat yurak urishlarimiz va sekin nafasimiz eshitilardi. Biz bir-birimizni sekin quchoqlab, o'pishlarimizni davom ettirdik. Har safar lablarimiz birlashganida ichimdan issiqlik to'lqini butun tanamga taralardi.
Omina asta yonimga cho'zilib, boshini yelkamga qo'ydi. Uning issiq tanasi menga tegib, yuragimni yanada tezroq urdirar edi. Qo'llarim bilan uning yelkasini, so'ng belini ohista siladim. U ham asta qo'llarini mening ko'ksimga qo'yib, nafasimni tinglay boshladi. Bir necha lahza sukut. Faqat biz va bizning nafaslarimiz. Shu sokinlikning o'zi ham ehtirosli edi. Keyin Omina sekin boshini ko'tarib menga qaradi. Ko'zlarida ishonch va ehtiros aralash edi. Men senga ishonaman, dedi pichirlab. Men uning yuzini asta ushlab, lablariga yana bir bor tegdim. Bu safar o'pichlarimiz chuqurroq va uzoqroq bo'ldi. Uning barmoqlari asta mening bo'ynimdan pastga, bilaklarimga tushdi. Har bir teginish tanamda titroq qoldirar edi. Biz asta divandan yumshoq gilamga tushib, yonma-yon yotdik. Oynadan kirib turgan oy nuri xonani yarim qorong'u va sirli qilardi. Omina yuzlarini menga yaqin olib kelib pichirladi. Faqat shoshilmaylik, bu kechani eslab qolmoqchiman. Men boshimni qimirlatib, qo'llarim bilan uning yuzini siladim. So'ng asta uning lablarini, keyin yelkasini opdim. U sekin ko'zlarini yumib, nafasini ushlab qoldi. Nafaslari biroz tezlashib, tanasi issiq teginishimga javob bera boshladi. Biz bir-birimizni his qilib, sekin opichlar, mayin teginishlar bilan vaqtni unutib qo'ydik. Hamma narsa bir ohangda, yurak urishi, nafas, lablarimizning birlashishi. Xonada go'yo dunyo faqat ikkovimizga tegishli bo'lib qolgan edi. Omina asta pichirladi. Bu kecha hech tugamasin. Men esa uning qo'llarini ushlab yuzlariga qaradim. Faqat ikkovimiz uchun boshqa hech kim bilmaydi, dedim va uni sekin quchoqladim. Oy nuri ostida bir-birimizning issiqligimizni his qilgancha, vaqtni unutib, kechani birgalikda ehtiros va sokinlik bilan o'tkazdik. Ominaning ko'zlari sekin yumildi. Nafaslari asta, ammo har bir nafasda issiqlik sezilib turardi. Uning sochlari yelkamga tushib, badanimni yanada titratib yuborardi. Men asta yuzini siladim, lablarimni uning peshonasiga qo'ydim. U esa sekin ovozda pichirladi. Bu lahzani unutib yubormaylik. Men asta uning barmoqlarini ushlab, qo'llarimizni bir-biriga chirmadim. U ham mening qo'limni mahkam ushlab, tanasini menga yaqinlashtirdi. Tanalarimiz orasida deyarli bo'shliq qolmadi. Uning tanasidan kelayotgan mayin issiqlik meni butunlay o'ziga tortardi. Ominaning lablariga yana bir bor ohista tegdim. Bu safar u lablarini ochib, opichimiz yanada chuqur, sekin va hisli bo'ldi. Nafaslarimiz bir-biriga aralashib ketdi. Har safar uning lablarini his qilganimda, tanamda issiq to'lqin o'tardi. Qo'llarim bilan uning belini asta silay boshladim. U ham qo'llarini mening bo'ynimga o'rab, yuzlarini yaqinlashtirdi. Oynadan tushayotgan oy nuri xonaga sirli va sokin muhit berdi. Shu payt u asta pichirladi. Shoshilma, meni his qil. Men boshimni qimirlatib, qo'llarimni uning yelkasidan sekin tushirdim. Yelkasining mayinligi, terisining iliqligi har bir teginishda yuragimni tezroq urdirardi. Omina sekin ko'zlarini ochib menga qaradi. Uning nigohida ishonch va ozgina ehtiros aralashgan edi. Biz asta gilamga yonboshlab yotdik. Men uning yuzini qo'llarim bilan silab, asta lablardan opdim. Har bir opich uzoqroq cho'zilardi. Uning barmoqlari esa mening sochimni silab, sekin bo'ynimdan pastga tushar, badaningdan o'tgan iliq hislarni kuchaytirardi. Shu sokin, lekin ehtirosli lahzada vaqt to'xtagandek bo'ldi. Xona jim, faqat nafaslarimiz eshitilardi. Omina asta pichirladi. Faqat shu kecha, faqat sen bilan. Men yuzini ushlab, sekin javob qildim. Bu lahza faqat bizga tegishli. Uning lablarini yana opdim. Bu safar bizning har bir teginishimiz chuqurroq, hisliroq edi. Omina asta yonimga suyanib, boshini ko'ksimga qo'ydi. Men esa uning sochlarini silarkanman, yurak urishimni eshitishini istardim. Vaqt o'tdi, ammo ikkovimiz ham bu lahza tugashini xohlamasdik. Oy nuri ostida bir-birimizning issiqligimiz va nafaslarimizni his qilib, sukut ichida, ammo ehtiros va mehrga to'la kechani birgalikda o'tkazdik. Omina boshini ko'ksimdan ko'tardi. Uning ko'zlari oy nurida yanada jozibali ko'rinardi. Menga yaqinlashib, yuzimni qo'llari bilan ohista ushladi.
Lablarimiz yana birlashdi. Bu safar o'pishimiz sekin, ammo chuqurroq edi. Har bir nafas, har bir teginish tanamizdan issiq to'lqin o'tkazib yuborardi. U asta menga pichirladi. Menga yaqin bo'l, meni his qilishingni xohlayman. Men qo'llarimni uning belidan pastga, sonlariga qarab sekin tushirdim. Uning terisi iliq, ipakdek yumshoq edi. Omina nafasini chuqur olib, ko'zlarini yumdi. Uning tanasi mening har bir teginishimga javob qaytarardi. Mayin titroq, sekin nafaslar. U asta yonboshlab yuzini menga yaqinlashtirdi. Sochlari yelkamga tushib, tanamni yanada qitiqlab o'tardi. Men uning bo'ynidan o'pib, asta pichirlab dedim. Seni unutolmayman, Omina. U esa mayin ovozda javob qildi. Menga va'da ber, bu kecha faqat bizga tegishli bo'ladi. Boshqa hech kim bilmaydi. Men boshimni qimirlatib, lablarimni yana bo'yniga qo'ydim. Omina asta qo'llarini mening bo'ynimdan pastga tushirdi, tanamni his qilish uchun. Uning har bir teginishi tanamda ehtirosli hislarni uyg'otardi. Nafaslarimiz yanada tezlashdi, lekin harakatlarimiz hanuz sekin va ehtiyotkor edi. Biz gilam ustida bir-birimizga yanada yaqinlashdik. Oy nuri xonaga tushib, hamma narsani yanada romantik ko'rsatardi. Men uning yuzini yana bir bor siladim. Omina ko'zlarini ochib menga shunday qaradiki, bu nigoh so'zsiz ishonch va istak haqida gapirardi. U asta meni yoniga yotqizdi. Nafaslarimiz bir-biriga aralashib ketgan, yuraklarimiz tez ura boshlagan edi. Men uning qo'llarini ushlab pichirlab dedim. Sen meni hayotimdagi eng unutilmas lahzaga aylantiryapsan. Omina sekin jilmayib yuzimga tegdi. Sen ham. Biz yana bir-birimizni sekin, chuqur o'pa boshladik. Har bir o'pish uzoqroq, hisliroq bo'ldi. Nafaslarimiz bir-birimizniki bilan uyg'unlashdi. Shu payt men uning belini quchib yaqinlashtirdim. U esa meni mahkam quchoqlab yelkamga yuzini qo'ydi. Shu tarzda sokin, ammo ehtirosli kechani davom ettirdik. Har bir lahza sekin, ammo kuchli hislar bilan to'ldi.